Sevinch Mo'minova o'zidan yosh bolaga turmushga chiqishga rozi bo'ldi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Xonanda Sevinch Mo'minova turmushining buzilishi tushida ayon bo'lgani, kelajakda niyat va maqsadlari, o'zidan yoshi kichik bo'lsa ham turmushga chiqishi haqida so'zlab berdi. Dadam rahmatli Oxunjon Madaliyevning ustozi bo'lganlar. U kishidagi iqtidorni ko'rib birga ishlaganlar. Albomlarini chiqarganlar. Toshkentda paytlarida syomka guruhini xonandalarni chaqirib klip olishgan. O'shanda dadam klip olayotgan vaqtda mening ham bir qo'shig'imga klip olishni so'raganlar. Oxunjon Madaliyev ham mayli deganlar. U vaqtlar endi ijodni boshlayotgan damlarim edi. Shunday qilib hovlida men uchun ham klip olindi. Sochlarim ikkita qilib o'rilgan, atlas ko'ylakda chiqqanman. Operator unday turing, bunday turing deb bir-ikki kadr olganmiz. Lekin bu kadrlarni o'zimning qo'shig'im uchun deb o'ylaganman. Rahmatli Oxunjon aka ham bu kadrlarni ko'rib yoqtirib, kliplariga qo'shgan ekanlar. Asosiy obrazda boshqa qiz suratga tushgan bo'lsa ham, umumiy planda men tushgan kadrlarni qo'yib yuborishgan. Bundan mening ham dadamning ham xabarimiz bo'lmagan. Klip tayyor bo'lgandan so'ng dadamga qizingizning suratga tushgan kadrlar chiroyli chiqqan ekan. Klipimga qo'yib yubordim degan ekanlar. Kaseta tayyor bo'lgandan keyin ko'rsam, ularning qo'shiqlarida chiqib turibman-da. Uyalganman, noqulay bo'lgan. U vaqtda bo'yanmagan ekanman. Hatto bir dona lab bo'yog'idan ham foydalanmabman. Chunki dadam bunga qattiq turib ruxsat bermasdilar. So'ng onam sekin-sekin nomiga bo'lsa ham bo'yanishimga, kamera uchun bu kerakligini aytib dadamni ko'ndirganlar. Shuning uchun hozir Oxunjon akaning kliplarini ko'rsam, umuman makiyajim yo'q. Undan keyin Abdulhay aka Karimovning Toybola qo'shiqlaridagi naqorat qismini opam ikkimiz ijro etganmiz. Abdulhay aka shirin bola desa, biz shakar bola deb qaytarganmiz. Tailandda suratga olingan klipimga katta mablag' sarfladim. Xonandaning Sevasanmi qo'shig'iga Tailandda klip olindi. Uning so'zlariga ko'ra, syomka jarayonlari uchun 10 kishilik jamoa u bilan jo'nab ketgan. Buning uchun hisob-kitob qilmagan bo'lsa-da, juda katta mablag' ketganini ta'kidlaydi. Tabiatni, dengizni sevaman. Yam-yashil tabiat, ko'm-ko'k osmon, dengiz bo'yi kadrlarida klip olishni har doim o'ylardim. Qo'shig'im tayyor bo'lgandan so'ng qanday klip olishim kerakligi haqida ko'zimni yumib rosa o'yladim. Hayolimga faqat tabiat, dengiz kelaverdi. Rejissyorning klip g'oyalari ham o'ylaganimga mos keldi. Shu bilan 5 ta davrga mos obrazda tabiat manzaralarida syomka qiladigan bo'ldi. So'ng Tailandga 10 kishilik guruh bilan keldik. Suratga olish uchun ketgan mablag'ni hali daftarga tekshirib hisob qilmadim. Shunday bo'lsa-da, katta mablag' sarflandi deya olaman. Turmushimdan ajralishim tushimda ayon bo'lgan. 2 marta ilohiy tush ko'rganman. O'ylab qarasam, ikkisining ham tabiri ajrim bilan tugarkan. Shuning uchun odamning peshonasida yozilgani baribir bo'larkan. Undan qochib qutula olmas ekansiz deb aytaman. Tushimda 4 qavatli katta derazali binoda ko'p odamlar to'planib turgan ekan. Qiyomat bo'layotgan emish. Men, Sharof, qizim uchalamiz ham shu yerda turgan ekanmiz. Qizimni qo'limga ko'tarib olgan ekanman. Vahima boshlanibdi. Oxirgi zamon, dunyo tugayapti deyishayotganmish. Osmondan qop-qora bulut boshimiz tepasiga qarab kelyapti. Bulut o'tgan yerlar yonib ketyapti. Yulduzlar yerga to'kilyapti. Qop-qora bulutlarning orasidan nimalardir qo'shilib tushyapti. Hamma yo'q yonib, tep-tekislashib, biz tomonga yaqinlashib kelyapti. Bir zumda nafasim to'xtabdi. Hamma qochayotgan paytda men ham Sharofga yuring ketaylik bu yerdan desam, u men ketmayman, shu yerda qolaman debdi. Yuring ketdik, bu yer yomon deyishimga qaramay, u ko'nmabdi. Ko'zlariga qarab, endi qizim bilan yolg'iz ketamizmi, ketmaysizmi deb qayta-qayta so'rasam ham biz bilan ketolmasligini aytibdi. Men bu yerda bolamni
qoldirolmayman deb sharofni o'zini qoldirgancha qizimni ko'tarib yig'lab ketibman. Keyinchalik bildimki, bu tushlarimda ajrashishim ayon bo'lgan ekan. Taqdirimdan, hayotimning har bir kunidan roziman. Allohimga shukrlar bo'lsin, baxtliman. Asosiysi qalbingizda baxt tuyg'usini his qilishingiz kerakligi. Misol uchun, eringiz bo'lsa, hayotingiz ham qonun qoidasida yozilgandek bo'lsa-yu, ichingizdan baxtni his qilmasangiz, mana bu baxtsizlik. Ba'zida izohlarda shunday ayolni baxtsiz qilib ketdi-ya, essiz shunday ayol baxtsiz bo'ldi degan izohlarga ko'zim tushib qoladi. Shu kabi yozib qoldirgan izohlarni yomon ko'raman. Iltimos, bunday demanglar. Allohimga behisob shukr, baxtliman. Sizlar qalbimda qanday baxt tuyg'usi o'tishini bilmaysizlar-da. U tuyg'uni his qilgan odamgina tushunadi meni. Ilohim baxtimga ko'z tegmasin. Dunyo qarashi to'g'ri kelsa, turmushga chiqishga rozilik beraman. Ko'pincha uylanmagan yigitlar, ba'zan ajrashganlar ham sovchi qo'yishadi. O'zim tengi bo'lsa ham, mendan kichikroq insondan sovchi kelsa ham, u insonning dunyo qarashi, fe'l-atvori menga to'g'ri kelsa, u insonga nisbatan iliqlik his qilsam, turmushga chiqishga rozilik beraman. Yosh bo'lsa ham, fikrlashi katta bo'lsa, hayotni tushunadigan, fikrlashi joy-joyida bo'lsa, xo'p deyman albatta. Agar ayoli vafot etgan yoki ajrashgan bo'lsa, unda ham nima sababdan ajrashganini bilishga harakat qilaman. Chunki odatda ayollar yaxshi erdan ajrashishni xohlamaydi. Ayollar ham yaxshi erni qo'yib yuboradigan darajada ahmoq emas. Ammo ba'zan xato qilib qo'yadigan, ajrashadigan ayollar ham bor. Bo'lishi mumkin. Kechirib bo'lmaydigan ayblarda erkak ajrashgan vaziyatlari ham bo'lishi mumkin. Yigitni dunyo qarashiga qarab tegishim mumkin. Men turmushga chiqadigan erkak haqiqiy erkak bo'lishi, uning yonida o'zimni yosh bola his qilishim, unga ishonadigan, suyana oladigan bo'lishim kerak. Yosh bolacha fikrlab tursa, unga tushuntirishga butun umrim ketib qoladi. Undan ko'ra hozirgi hayotim juda go'zal. Hozir ham Allohimga shukr, juda baxtliman deydi. Ikkinchi ayol bo'lishlikni tavsiya qilmayman. Xonandaning aytishicha, unga ikkinchi ayollik uchun ham takliflar bo'lib turadi. Ammo Sevinch Mo'minova bu takliflarga rozi bo'lmasligini, shuningdek, o'zgalarga ham buni tavsiya qilmasligini aytdi. Ikkinchi ayollikni xohlamayman va boshqalarga ham tavsiya qilmayman. Chunki bu narsani juda qiyin deb o'ylayman. Birinchidan, men hech narsani birov bilan bo'lisha olmayman va bo'lishkim ham kelmaydi. Ikkinchidan, adolat qilmasa, bunday hayotni qabul qila olmayman. Alloh ham eplasang adolat qila olsanggina shunday qil. Bo'lmasam, tinchgina bitta ayol bilan shukr qilib yasha deb buyurgan. Onam qaynonangizni mendan ham ko'proq yaxshi ko'ringlar derdilar. Shu so'zlarni miyamizga qo'yardilar. Onamga gapirmagan shirin gaplarni qaynonamga gapiryapman. Onamga ko'rsatmagan hurmatni qaynonamga ko'rsatyapman deb o'ylamanglar. Meni yaxshi ko'rsanglar, shu ishni qilasizlar deb tayinlardilar. Shuning uchun ham kerak bo'lsa, onamizga bilmay gap qaytargan bo'lsak ham, qaynonaga umuman gap qaytarish bo'lmagan. Shu gaplaridan keyin nima bo'lsa ham jim turardik, gap qaytarmasdik. Lekin o'shaning uchun ham tanbeh eshitilgan. Onam gap qaytarmaslikni o'rgatganlari uchun jim turardik. Lekin aybi bo'lgandan keyin nima ham desin, aybi bor-da, shuning uchun ham gap qaytara olmayapti deyishgan. Bir ona sifatida oilasi buzilgan, ajrashgan erkaklarga tajribamdan kelib chiqqan holda bir maslahat bermoqchiman. To'g'ri, hamma har xil vaziyatda ajrashadi. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Balki ayoldan ham ayb o'tar. Ayolingizdan mehringiz qochib, begonalashsangiz ham
Farzandlaringizdan, ayniqsa qizlaringizdan mehringizni ayamang, chunki keyin foydasi yo'q. O'zimning hayotimdan kelib chiqqan holda bu narsalarni ko'rib bilib yurib aytyapman. Qattiq vijdon azobida qiynalganinglarda ortga qaytib bo'lmaydi. Farzand kichikligidan haftada 2 marta kelib birga vaqt o'tkazib, har bayramda arzimagan sovg'alar bersangiz, bola uchun bu ham mehrning bir ko'rinishi bo'ladi. Bola har dadasini ko'rganda sovg'asini olib xursand bo'lsa, qanday yaxshi bo'ladi. Farzandingizni shunday arzimas narsalar bilan xursand qilayotganingiz uchun Alloh ham boshingizdan rizqingizni yog'diradi-ku. Undan kechmasdan vaqtingizni, mehringizni, pulingizni ayamaganingiz uchun Alloh sizga mukofotlarni ortig'i bilan berib qo'yadi. Farzand hali ulg'aymay turib mehr berishga ulgursangiz, kattayganida hech bo'lmasa dadamning onam bilan hayotlari o'xshamagan bo'lsa ham doim mendan xabar olib turardilar deb sizga mehrli bo'ladi. Otaga ertaga nima bo'ladigan bo'lsa, issiq sovug'idan xabar olish uchun keladigan ham, qayg'uradigan ham qiz farzand bo'ladi. Katta bo'lganida otasiga mehrsiz bo'lmasligi uchun ham kichikligidan mehr berib boringlar. Keyin o'zim mehrini qozonib olaman deb afsuski, ko'pchilik kech qolishyapti. Keyin buning imkoni bo'lmaydi deydi Sevinch Mo'minova.